Bu Ramzan Temurovga mana shu nepalik bolalar ham bor, pul qo'ydi, pul qo'yib pul ishonib mana shu shef forum bo'lar mana bolalar bor-ku. Mana shu bola ham pul qo'ydi lekin bor-ku. O'zbeklarga pul qo'ymaydi, ishonmaydi ham. Biz birga ishlaymiz. Salom beryapti bolalar. Krasavchik bolalar. Mana shu bolalar Ramzan Temurovga ishonib pul qo'yyapti. Adin Expertga yutib olyapti. $200 qancha? $300 $280 yutib olyapti. Bizni o'zbeklar O'zbekistonlik bo'lib turib, o'zimizni padishlik qilishni o'rniga onasini hamsin faqat negativ yozadi. Internetga kirib olib turib, yana kimgadir beribdi bu jangchini, bir raqibi o'lik ko'rinar ekan, ko'rinishi slab ekan, ariq ekan, yosh katta ekan. Ramzan Temurovga yosh katta ana beribdi. UFC'ni rahmi kelganda shunaqa qilibdi degan gaplarni kommentariyga yozib, o'zimizni anaqalarni pastga urguncha kommentariyaga omad so'zini yozib, tabriklaymiz, xursandmiz. Mana biz O'zbekistonimizdan shunaqa UFC chempionlar chiqsin deb bir niyat qilishni o'rniga bizni o'zbeklar faqat orqaga qarab ketadi. Faqat orqaga qarab ketadi, tushunmayman-da. Men mana shu Nepal bolalar bilan ishlayman Londonda birga ishlaymiz. Nariga borish forum bo'ladi. Bulardan Nepaldan bitta bola UFC'ga o'tibdi. O'tgan marta UFC kontenerdan o'tgan. Zakaz shuncha ko'p bo'lishiga qaramasdan bolalar shunaqangi kutyapti boyagini. Jangini tomosha qilyapti. Shunchalik poddesh qilib turibdi-da. O hali UFC'ga o'tgan ham yo'q. Birinchi anaqa konteynerda yutish kerak UFC anaqadan, Dana White showdan. Shunaqa tomosha qilyapti, balet qilyapti. Bular to'xtatib qo'ygan ishlarni bor-ku, zakazlar to'xtatib qo'ygan. Вообще farq yo'q deyapti. U bola UFC'ga chiqishdan bir oy, 1,5 oy, 2 oy oldin bular aytib boshladi. UFC boya shu konteynerni o'tib, jangni yutib UFC'ga o'tguncha shunaqangi kutdi bular poddesh qilib bor-ku. Hatto bular bizni bola ekanmizmi? U hatto mana futbolda ham bular nima qiladi? Nima edi? Tomosha qilganda Abduqodir Husanov bor-ku, mana Angliya o'ynayotgan. Masalan, o'shani ham bular biladi-da, bor-ku, shunaqangi hurmat qiladi sportchilarni. Boshqa mamlakatning sportchilarini juda hurmat qiladi. Endi demoqchiman, Abduqodir Husanovlar ham bir boshida bir televizorda futbollar tomosha qilib, bir o'yinlar o'ynab, PlayStationda shu Ronaldolar buni ko'rish yo bir o'yinlarni tomosha katta bo'lgan bo'ldi. Mana taqdir taqozosi bilan mana o'ynadi ham-ku. Ronaldo bilan misol uchun ikkalasi o'ynadi misol bitta stadionda. Shu hisobda xo'p, Ramzan Temurovga kim negativ yozgan bo'lsa, shu yutolmaydi, UFC bir rahmi kelgan, bir yosh katta raqibni berdi degan gaplar gapirilgan bo'lsa, bilmaganlar bilib qo'yinglar. O'sha Ertik bundan 2 jang oldin UFC Kamaru uchun jang qildi, faqat ochko hisobga yutqazib qo'ygandi. Shu hisobda hozir Ramzan Temurov 7-top o'ringa chiqdi. Undan 2 oldinda ana bor, kimnida Alambayevning ismi, Qozog'istonlik bola bor, ismi nima edi o'sha? O'sha turibdi. Nasib bo'lsa Ramzan Temurov menimcha bitta jang yutadi. Undan keyin menimcha pretendentskiy boy oladi. Ramzan Temurovni muxlislari bo'lsa, shu haqiqiy o'zbeklar bo'lsa, o'zbeklar padishah qilib turadigan kommentarlarga Ramzan Temurovga bitta omad so'zini yozib ketinglar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga Londondan salom. O'zbekimiz sport kanalidan uzoqlashmang. Eng yaxshi qiziqarli yangiliklarni sizlar bilan bo'lishib turaman.